Oldinlari xorazmlik yoshlar nufuzli universitetlarda ta'lim olishni orzu qilishgan bo'lsa, endi esa barchasi o'zgardi. Ya'ni davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Urganchda Al-Xorazmiy xalqaro universiteti tashkil etildi. Bu yerda nafaqat biz xorijlik mutaxassislarni, professorlarni jalb etilganligini, balki shu bilan birgalikda xalqaro nufuzli universitetlar tajribasi ham bu yerga olib kelinganligini kuzatishimiz mumkin. Something like 700 years before. I'm from Europe. I'm an Italian citizen, and I worked before coming here in Uzbekistan in 5 other countries. Men Yevropalikman. O'zbekistonga kelishimdan avval 5 yil Italiyada nufuzli universitetlarda faoliyat olib borganman. Shu bois bu yerga o'zim bilan katta tajriba olib kelganman, ham akademik, ham sanoat sohasida. Kompaniyalarda 8 yil, universitetlarda esa 9 yil faoliyat yuritganman. Men PhD darajasini Edinburg universitetida olganman va oradan bir necha yil o'tgach, o'sha yerda yana 1,5 yil faoliyat yuritdim. Aynan o'sha davrda men ilmiy tadqiqot olib borish va dars berishning nozik jihatlarini o'rgandim. Keyinchalik bu tajribani boshqa mamlakatlarda ham davom ettirdim va talabalar bilan samarali muloqot qilishni o'rgandim. Britaniyaliklar aynan shu muloqotda juda kuchli va men Edinburgda o'qigan paytimda shuni o'rgandim. Talabalar bilan to'g'ri va samarali muloqot o'rnatish, ularni darsga jalb etish va aytilgan narsani to'liq o'zlashtirishlarida juda muhim. This is what makes a good engineer a good scientist. Italiyalik professor endilikda Al-Xorazmiy universitetida dron texnologiyalari muhandisligi fakultetida fizika fanidan yoshlarga dars berib kelmoqda. Professorning ilmiy izlanishlariga to'xtalsak, Buyuk Britaniyaning Edinburg universitetida mikrosistemalarga issiqlik va massa almashinuvi mavzusida PhD dissertatsiyasini himoya qilgan. 29 ta ilmiy maqola va 5 ta patent muallifi. Scopus bazasida 770 dan ortiq iqtibosga ega. 20 yil davomida Yevropa kosmik agentligi, Rolls-Royce, Airbus, MOG kabi nufuzli tashkilotlar bilan yirik ilmiy loyihalarda ishtirok etgan. Faoliyat yuritgan tashkilotlarda 4,4 million yevrodan ortiq ilmiy grant va loyihalar jalb qilgan. Shuningdek, Belgiyadan Xitoygacha 5 mamlakatda ilmiy izlanishlar va pedagogik faoliyat olib borgan. E'tiborlisi, ana shunday tajribali professorning qo'l ostida xorazmlik yoshlar tahsil olishmoqda. I know the students are very committed here. Okay, they follow the classes very well, they are engaged. Endigi maqsadim o'sha bilim va tajriba boyligimni bu yerda ham davom ettirmoqchiman. Umid qilamanki, talabalar mendan nafaqat bilim oladilar, balki mustaqil fikrlashni ham o'rganadilar. Masalan, men ularga amaliy mashg'ulotlar orqali muammoni qanday tahlil qilish va o'zimning yordamimsiz mustaqil tarzda yechim topishni ko'rsataman. Ular aynan shunday qilishlari kerak, mustaqil ravishda yechim izlash. Chunki aynan shu narsa yaxshi muhandisni va haqiqiy olimni shakllantiradi. Bu yerda talabalar juda mas'uliyatli. Ular darslarni diqqat bilan tinglashadi va faol ishtirok etishadi. Shuningdek, Mutti Ur-Rehman ham dasturiy ta'minot muhandisligi dotsenti sifatida faoliyat yuritmoqda. I'm basically an applied mathematician. I did my PhD. Men asosan amaliy matematika sohasida mutaxassisman. 2013-2017 yillar oralig'ida Italiyada joylashgan 2 ta ilg'or ilmiy markazda PhD darajamni oldim. Shundan so'ng AQShdagi Texnologiya institutida doktorlikdan keyingi tadqiqotlarni olib bordim. Keyinchalik O'zbekiston, AQSh va Pokistondagi turli universitetlarda o'qituvchilik tajribasiga ega bo'ldim. Hozirda esa Xorazm viloyatining Urganch shahrida joylashgan Al-Xorazmiy universitetida faoliyat yuritmoqdaman. Bu yerda asosan matematika fanlaridan, masalan, analiz, chiziqli algebra va boshqa kurslardan dars beraman. Ishonchim komilki, mening o'qituvchilik tajribam hamda turli davlatlarda olib borgan ilmiy izlanishlarim bu yerda tahsil olayotgan talabalarning salohiyatini xalqaro darajaga ko'tarishda katta yordam beradi. Shu yo'l bilan ular AQSh va Yevropadagi nufuzli universitetlardagi ta'lim jarayonidan kam bo'lmagan bilim olish imkoniyatiga shu yerning o'zida ega bo'lishmoqda. Bizning maqsadimiz ham shu aslida. Yeah, I already actually talk in the term of securing admission at the top universities in the world.
Joriy yil mazkur xalqaro universitetga 2000 dan ortiq yoshlar orasidan 100 nafar eng bilimli yoshlar saralab olingan. Ana shunday yoshlarga nufuzli universitet professorlari ta'lim berayotgani ayni muddao. Ular nafaqat ta'lim beruvchi, balki yosh olimlarni tarbiyalovchi, ularga ilmiy rahbarlik qiluvchi mutaxassislar sifatida ham faoliyat olib borishmoqda. Al-Xorazmiy xalqaro universiteti professorlarining Xorazmdagi ilmiy va ta'limiy faoliyati nafaqat viloyat, balki butun mamlakat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.